Shoshilinch xabar. Toshkentda Lacetti urib yuborgan piyoda vafot etdi. 2025-yilning 31-dekabr kuni Toshkent shahrida 34 yoshli piyoda Lacetti urib yuborishi oqibatida vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 21:00 da Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasida 2005-yilda tug'ilgan Lacetti rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan piyoda 1991-yilda tug'ilgan yo'lovchini urib yuborgan. YTH oqibatida piyoda olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar IIB Tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Sirdaryo viloyatida 38 yoshli ayol yo'l-patrul xizmati xodimi mashinasida urib yuborishi oqibatida vafot etgandi.